Xullas davom etamiz, vaqtimiz ko'p emas. Bosh sahifaga kiraman. Telegram ochib turamiz. Headerda qilib qo'ydim. Hozir men headerdan olib turib nimaga qolishim kerak. Stranitsaga o'tkazib olishim kerak. Tak, endi headerdan o'chirsam bo'ladi. Demak, oldin headerdan o'chirib, keyin glavniyda qo'ymadim. Ikkita ish qildim, sababi vdруг o'sha payt nimadir glitch chiqib qolsa, mana qilgan blokim u ham bu ham bo'lmay qolmasligi uchun oldin glavniy stranitsaga qo'yib oldim, keyin o'sha headerdan o'chirdim. Xullas, keyingi anaqa bizada bo'ladi. Mana men blok qilish kerak. Okey. Блин, yana yangicha bir bola qanaqadir flagbox непонятный gamer. O'zi bitta qolib saqlanib qolishim kerak-da. Tak, bunaqa konteyner. Sen chapdan o'ngga yur. Konteyner. Tak, nechtali o'tdi? 1 2 3 4 25%. 25%. Bo'ldi. Shuni saqlanib qo'ysam, buni ham o'zi BB berib olishim kerak bittada. Tam 2000 hammasi 2. Примерно-da. Saqlanib qolaman. Har safar mana shunaqa qo'yib o'tirmaslik uchun. Chunki men aytdim-ku, Flagbox balobatlardan ham o'rganib chiqmaganman. Hozir vaqt ketkazishimiz kerak emas. Ham proyektni ham o'zi bugun topshirishim kerak. Saqlanib как шаблон. Default nima derdim? Konteyner. Container. Yoziladi, ingliz tilida ham yozib yuboraman-da. Container. Default container. Bu kerak menga, demak. Ikonka tipa pas. Standart anonsiga o'xshash kerak bunda. Blok ikonka. Tak, chapdan o'ngga. Сразу tekstlarni qo'yib yuboraman. H3 emas, P. Tepasidagi заголовок, описание и menga bu clock soat, to'g'rimi? Soat o'rtada ikkita cheta unaqa по умолчанию emas, писанный bo'ladi faqat. Kvadratmi? Скругление kvadrat. Bo'ldi, отлично, endi rang beramiz. Tak, soat yashil. Soat qaysi biri bizda soat? Mana bo'lish kerak. Yashil, orqasidagi bilinmas, тоже bu ranglar bormi? Примерно mana shu. Да, примерно shu. Размер 20 bo'la qolsa. Скругление qilsam bo'ladi. Endi содержимое жирный qora. Заголовок bizada misol uchun. Mana shunda pastdagi misol uchun bundan kichkina enter qo'yadi bu ham. Tuk. Bu ham 0.9 bo'lmasin-da, tepadagi 0.8 edi. Bu bo'lsin. Tekst rangi примерно shu. Orasidagi расстояние qaysi biri bu? Shu. Jam tekstning заголовкning juda kichkina bo'lib qoldi. Qaranglar o'rtoqlar. Прямо один к одному olib kelib o'tirmayman. Unda ko'p vaqt tutqizib qo'yamiz-a. Bo'ldi. O'xshatdimmi? O'xshatdim. Okey. Uyog'ini o'zingizlar misol uchun xohlasanglar maydalab qilib o'tiraverasizlar. Просто общая sut ko'rsatyapman men bunda. Endi o'ng tarafida chiziq. Men просто tupo qilib, misol uchun granitsani qo'yaman-da. Splashная qo'yib turib, o'ng tarafiga beraman-da, bitta rang beraman. Примерно mana mash. Примерно даже точно, примерно emas, почти точно topdim. Bu. Okey, 4 ta bo'ldi. Demak, chapdan o'ngga yurmayapti, o'shaning uchun bu. Klikdan oxirgisidan уже kerak bo'lmaydi, chunki oxirgisida уже граница bizada по умолчанию bo'ladi. Bo'ldi, tuk. Yog'ini o'zgartirib olsa bo'ladi. Hammalarni qo'yib o'tirmayman. Tekstlarni ham yozib o'tirmayman. Vaqt ketyapti unga. Undan keyin уже videodan keyin shoshmay qolaman. Sizlarni ham bekorga vaqtinglarni olmaslik uchun. Nima qilaman hozir pasiga buni? Shu payt men bu hakka na prinsip menga qig'illayapti. Tepa pastga ikki kattalik qo'yibdi.
Aha. Xullas-da, next. Xo'p, endi men buni qanaqa qilaman buni? Bu qanaqadir HTML, CSSlar bilan qilinganda bu. Div ichida before after bilan mana before after qilib bergan. Buni mana shunaqa payt ishlatamiz-da. Tupam sochmas test qilib ko'ramiz. Преимущество. Так. Nima edi? Преимущество mana shunaqa. Сделай текст. Сделай текст также. Так, endi shablonni mana qo'yib olaman. Boya tayyorlab olganimni. Qanaqa qilaman? Bittani hammasini zaголовки alohida bo'ladi-da. Ha, tegisi kontent alohida bo'ladi. Bitta tiqishtirmayman. O'shanda misol uchun zaголовки bitta tayyorlasam, mana bitta ham ishlataveraman. 100% bo'ladi bu. Mana qilib berdimmi? Ey bro. Test ko'ramiz. HTML degan qanaqani olib turib, kodni olib turib, qo'yib turib, CSS ham shuni chekib qo'raman. CSS buni chekib qilishim uchun o'zi noto'g'ri qilib beradi. Menimcha style berishim kerak edi buni ichida. Отлично. Faqat цвет другой. Цвет boshqa berib qo'ydi menga. Mana shu to'q rang цветni bering. Mana shu цвет kerak menga. Qaysi biri bu yerda цвет, color. Nima bu o'xshamadi? Bo'ldi, o'xshadi. Tak, display font size nimagadir bunaqa berdi bu. So'ntor beramiz. Bunda necha o'zi? 12. Преимущество. Sal boshqacha bo'ladi. Hali 13 beringlar. Kentigidan text почему endi h2 bo'ladi bu. Standart h2 beraman buni tagidan. Заголовок. Почему вы выбираем disform degan. Buni men misol uchun necha bo'lgan? Примерно misol uchun nima deysizlar? Kattaroq uniga. Ko'rim. Orasi yaqin ekan. Meniki orasi uzunroq. Endi nima farqi bor? Misol uchun mana bu orasini вот. Mana bitta ham примерно bu tepasi 2. Okey. Endi paminga o'tiraman уже. Bunaqa effekt qilmayman. Хотя ko'raman. Chunki baribir konteyner bu. Zapis ketyaptimi? Necha minut bo'ldi? 11 minut bo'ldi. Nechtali bu? 1 2 3 4 5. Demak, bunga 20% berishga to'g'ri keladi. 10 лет на рынке. 10 лет. Примерно bu 2 piksellar bo'lsa kerak. 2 emlar bo'lsa kerak. Rang kam, mana 2,5 ekan примерно. Rang shumi? Menimcha bu boshqa shriftmi deyman bu yerda. Boshqa shriftga o'xshyapti lekin. Yo, men boshqacha ko'ryapman bu shrift. Inter turibdi. Men interim boshqacha, uning interi boshqacha-ku.
Xullas, painterim shunaqa mana shunaqa. Led. Сразу boru spanda style span qilib. Xo'p, nima deya olaman? Misol uchun sizlar agar misol uchun WordPressda yaratadigan bo'lsanglar, no kod qilib yarataverasizlar. Mana mani ko'rasizlar, kodsiz ishlataman. No agar mana JavaScript o'sha bilmagan taqdiringlarda ham mayli JSni 100% qilib beradi anaqa. AIlar qilib beradi, muammo yo'q. No agar хотя бы CSSni bazaviy уровеньda biladigan bo'lsanglar, mana bazaviy fundament. Font size, font weight, balobattar, span, strong ishinglar karra barobar tezlashadi-da. Mana shunaqa paytlar ham просто сразу qilib ketaverasizlar. Men hozir ledni просто kichkinalashtiryapman. Font size misol uchun o'xshamadi, ko'rdinglarmi? O'xshamadi. Nima xato qildim? Span, style, font size bilan yoziladi. Yo'q, 1M нормальный o'zi. Yo'q. Ha, o'zi 1M bo'lgan ekan-da bu. 0 tur 5 6. Okey. Kattaligini berdim, endi sal jирныйligini ham kamaytirib beraman. Font va YHT 900. 900, 500, 600. Okey. Mana shriftni sal yana kattaroq olamiz. Bo'ladi. Chuqurlashmagan holda endi pastiga tekst beraman. Tekst qayerga ketding? Boshqa narsa beraverdim. Payt bezovta qilishmasa-da. Marinki. Так. Mana rang qaysi bu? Mana shu rang kerak menga. Shu rang ekan bu. Просто 400 emas, 300 shekilli. Так, bu чересчур katta bo'pti. 10. Bo'ladi. Endi o'zini 20, misol uchun граница сплошная, толщина границанiki и chetlari sal yana kamaytiramiz. Gruplение 10 misol uchun. Yana ham kamaytirsam bo'ladi. Smelo. И pastiga mana bunaqa yashil qilib qo'yibdi. Okey, biz eng joydari yo'l bilan to'xtab, pastini alohida qilish kerak-ku. Qanaqa qilaman? Tepani alohida qilib qo'yib, pastini alohida qilib qo'ygan. Nima taklif bor? Soya bilan bersam ekan. Pastiga soya qilib turib, mana shuni liniya berib ko'rsam ekan. Misol uchun qizilda tekshirib ko'ray oldim. Misol bundoq qilib turib, mana birato'la yashilda. O'xshaymikan? Razmetiyani olib tashlaymanda tarqalishi. Vertikalniyda bir beramanda. Plus minus naqsam bo'ladi. Yoki yana bitta yo'li bor. Unda cho'mla yo'q bo'ladi. Yo'q, CSSda qilsa bo'ladi-yu. Nima color derdi. Anaqa color.
Надо красить часть. Cho'miladi konteyneri. CSS. Bola ground. Border bottom. Mana shuni olib turib qo'shsam bo'ladi. Border bottom. Buni olib tashlaymanda, shuni o'ziga style'da mana custom styles bor. Element tanlab olib, misol uchun shu element tanlab olaman. Selektor qilib turib, nimaga o'xshamadi? Selektor border bottom. Nimagadir o'xshamadi. Border radius. Tanladim-ku selektor qilib. Selektor qilmasdan tanlayman. Unaqada o'xshamaydi. Shu problema. Select custom selector selektor qilib tanlanadi bu o'zi. Bas to'g'ri bo'pti. Yopdim, okey, yopmadi. O'xshamayapti. Qani qarab ko'raylik uchun nima gap ekanmiz. Ana o'xshabdi-yu, lashbet. Ana o'xshabdi. Bo'ladi. Так. Hop. Bo'ldi, o'rtoqlar. Men bularni kiritib o'tirmayman, tushuntirdim nimagaligini, chunki plus minus chumoq deydi. Endi men buni bu yerda ko'rinmas ekanda, bu custom kod nimagadir bu yerda atak ko'rinishi kerak, bilmadim, nimagadir ko'rinmayapti. Men buni dizayn sistema cloud dizayn uchun buning uchun endi effekt движения, animatsiya preview. Sticky yo'q. Qanaqadir olib borganda qimirlaydigan qilsa bo'lardi, effekt движения. Buni qilamiz ekan unaqa. Fon, наведение. Fon o'zgartira olar ekanmiz menimcha. Faqat fon o'zgartira olar ekanmiz. Okey. Sal-pal o'zgaradigan qilib qo'yamiz. Sal-pal dedim, sal. Bilinar bilinmas. Bo'ladi. 3, 4, 5. Сохранить. Обновить. Sal bilinar bilinmas. Mana razница juda ham katta bo'lib ketib qoldi. Ozgina bo'lish kerak. Tepadan olib tashlashim kerak, chunki tepaninki shundoq ham bor. Yana telefonmi? Davom etamiz. Shablon, default container. Mana buni qilish kerak, to'g'rimi? Копировать. Ставить. Вам не нужно беспокоиться. Гарантия. Tagidan 3 talik bo'ladi. Buni rangi kerak menga. Rangi. Qaysi biri buni rangi? Jet topolmayotgan bo'lsanglar, o'tirib kopировать qilsanglar ham bo'ladi. Pipetka bilan. Mashalardan bittasida ko'chirdim, kursani ko'chirdim. Alt F4. Shu Alt F4mi shu?
o'zgarmas ekan-da bu. Qo'y. Aha. Endi chiqolmas. Men 6 F4 beryapman. Mana bu. Hexda beryapman. Bo'lgan endi o'xshadi. Shunday bo'lish kerak ekan, demak. 32 bo'rsam. Tepadan pastga. Просто tupо misol uchun boygi mana bundan qo'yiladi-da bu yerda. Standart ikonka с текстом. Blok ikonka derkan. Chapdan pastga mana shunaqa qilib turib, shield degani bo'lishi kerak. Bo'lmasa shield. Blok. Nima qanaqa avangardmi nima deyiladi? Защита-da. Hozir bittasini qo'yib tursam. Qiziq, shield bo'lmasa, blok bo'lmasa nima bo'lishi kerak? Qo'yib turaylik hozir. Keyin hal qilaveraman. Значок. Shuni ko'pirib Компьютер вставить сам чего. Примерно, да? Значок, например. Заголовок, сальчо. Текст. Бокс. Интервал. Здесь. Да. Заголовок определенный код тут я. Описание. Rasmachamiz o'qishga qulayroq qilib. Hozir примерно mana shunaqa. Закруглением 5, misol uchun. Граница. Okey, nima buni men kapitaliz qilsam bu bunaqa chiqyapti-da. Bu bunaqa chiqyapti. Как это? Elementlar yomon glitch qilyapti-da. Yomon glitch qilmam. Orası 25. So'ttasi. Bo'ladi. Также buni tepasida 0.
Judayam yaqin bo'lib qolgan bir-biriga. Определенно bu 2 emas. Pas ham определенно 2 emas. 4 qilsa ham bo'ladi menimcha. 3 ga 4. Tepa 3 bo'ladi. Pas 4 bo'ladi. Bo'ladi. Men ham o'zi sal kichkinaroq tuyulyapti. Bo'ladi, okey. Mana ularni keyin qilaman. Knopka kerak menga. Tak, alohida boks qilib o'tirmaslik uchun bittadan ochaman-da. 4-sini. Buni aytaman, ortiqchasini pastga tushirib yubor deyman. Ortiqchasi u 100 dan ortiqchasi. Savol tug'iladi. 32, 32, 32 bo'lsa nima? Bu 3-inchisi ham pastga tushib ketdi. Chunki 3 32 100 dan oshmaydi-yu. Chunki mana orasidagi ham uni ichiga kirib ketadi. Yo buni 0 qilib tashlash kerak. O'shanda общий 100 bo'ladi. Buni o'rtasidagi padding ham, margin ham bor-ku, o'shaning uchun bu 332 60 96 bo'lganda, keyin mana o'rtasidagi ham 3 ta ham, ikkita joydagi ham raznica ham, zazor ham qo'shilganda 100 dan oshib ketib, buni tushirib yuborgan. Yo buni kamaytirish kerak 32 dan, yo buni o'zgartirish kerak. Eng yaxshisi ularni 31 dan qilib chiqqan yoki 32 turaveradi. Demak, o'sha piksel bunaqasiga kamaytiramiz. Tushirib yubordikmi, endi buni 100 qilib yuboramiz, bo'ldi. Misol uchun ichidini o'chirib tashlaymiz. Fonini olib tashlaymiz. Olib tashlaymiz. Endi o'tgan misol uchun spokойно olib turib knopka qo'yib qo'yaman. O'rtaga вызвать специалиста. Soya bergan yashilroq. Mana shunaqa soya berib ko'raman. Kamroq meniki jatuq bo'lib ketdi. Orasida ham разница плюс-минус определенно bor. Chun men V'da berib yuborsam bo'ladi, chunki tepa pastlarni V'da qo'yaman. Bo'ladi. Nima yozilgan? Mani kichkinaroq bo'lib qolganga o'xshab mashq qilgan bo'ladi. O'zi nechida bu? 19 shekilli bo'ladi. Keyingisi tabii forma chapga ikkiga bo'laman. Chap tarafda x, o'ng taraf forma. elli chapdan o'ngga o'rniga o'zini bitta nardan bittasi mana shu bo'lsa kerak. Chap tarafda tekst bu chapga o'ziga mana chap tarafni o'zi chapga bu taqalgan. Center mas left berib ko'ray. Left berib ko'ray. Left. Bo'lay bo'lsa. Tak. Qaysi bo'lganda? Nima bu chapga o'tmadi menda? O'tdani. Aftoni olib tashlsam bunisi ketadimi? Masalan, aytib ko'ring. Bu bilan bu bitta bo'lib qoldi-da, hammasiga ta'sir qilib ketyapti keyin. Klassda bu.
Jon hammasiga ta'sir qilyapti. After, left. Demak, klass soatini boshqa qo'yishim kerak endi. 1 left. Qachib qoldi bu. Qachibdi. Brед какой-то. Nima noto'g'ri qildim? Klass berdim, klassga nom berdim, gap o'zgarib justify, display flex, nima noto'g'ri qildim? Так. Давай берсам hammaga endi. Еще один. Только слева. Так. Машина o'zgartirib bersin-da, chunki men o'zgartirish qilayotganman, ozgina rangni. Переделай этот код с другим классом. Работай. Oyga $100 to'lab qo'yganman senga. Так надо работать. Nima chapdanmasdan? Mana chapdansan. Keyingisi tekst. Bu tekst qayerdan olsam bo'ladi? Kimda bor bu tekst? Manamida. Bilasizlar, hamma joyda tekstlar har xil ranglar, har xil shriftlar, har xil razmerlar bo'lmasin. Hamma joyda bir xil bo'lishi kerak. Hamma joyda har xil bo'lgani o'sha miyaga ta'sir qiladi. Hozir eshikni olib qo'ying. Так, uchta галочка. Standart. Eng ko'p ishlatadigan widjetlarimizdan bittasi bu списковский иконками bo'ladi. Сразу check bo'laman. Qanaqa edi? Check shunaqa edi. Copy paste. Ochamiz. Text. Nima bu? Chitqiraman. Yo, mana shunaqa qilyaptim. И значок ham unaqa значок. Так, o'ng tarafda endi shuni o'zi bo'lsin. Mana buni o'zi bo'lmasin deb konteyner berib turib keyin ichiga qo'ysam shu forma. Birovning ichiga forma. Hatcha mana bu narsani nima kerak bor? Sразу formani qo'ysam bo'ladi. Hamma anaqani forma o'ziga beraman yoki tartibda ko'rib oling. Formaga beradigan bo'lsam, mana tekst qila olmayman-da. Yo'q, bu tekst bo'lsa Hop shuni o'zi qilib turaychi hozir. Shu paytda ishlamayapti. Qorong'i chiqib ketdi-da. Hop birdan ochdi. Hop deydigan paytim bo'ldi. Hozir chiqaman o'g'lim. Tak. Hey, VRga tegma. Ovqat ye, kitobingni o'qimaysanmi hali?
Ovqat yemaysanmi? Yo'q, ham yo'q. Nima yeding? Narsa yedim. Bugun kereshki yana taxmin ichdim. Voy. Bitam o'libdi-da. Botib qarshi chiqaman. Ishini yop, Abror. Uf. Мгм. Так. Ваше имя? Так. Bu otni majburiy qiladi keyingisi. Hop. Bu yerda ваше имя, например, Mamad. Bu например, Aziz. Keyingisi nomer telefoni. Maskani qayerdan qilar ekanman men endi. Bunga kerak emas. Bizga bu yerda nomer telefoni. Please call. Mana shunaqa qilib qo'yaman. Keyingisi получить расчет стоимости. Получить расчет. Qanaqa yoziladi? Расчет. Nechta s? Расчет. Yo bilan yozar ekan, bitta esa ekan. Стоимости. To'g'rimi? Tagida kichkina tekst bo'ladi. Chipamlar teksti bo'ladi tagida. Menga tekst ber. Tutursam mumkin to'g'rilayman. To'g'ri bilinmas bo'lish kerak bu. Keyin to'g'rilayman degan narsani birinchi qilib o'tiraman. Sizlarda ham shunaqa? Давай потом. Так, ваше имя. И anaqa kerak menga. Bu polyalar orasidagi spacing kerak. И polyalar более kattaroqmi, хотя бы mediummi, large qilsak. Yo, large. Bu saytga large точно to'g'ri kelmaydi. И polyalarni qayerdan qildim? Bundoq qilamiz. И button rangi biza o'zimizni eng to'q yashilimiz bo'lyapti-da. И buttonimiz bizada small bo'lib qoldi. Bu yerda ham large bo'lsin-da. И buttonimizda там закругление bo'lsin. Border radius bo'lsin-da. И keyingisi tekst. Xullas, mana shu rang qilib qo'yaman, bo'ldi uni ham. Tagiga chiziqchalarni chuqurlashib o'tirmayman. Topishim kerak CSSda. S. Span. Style. Color. Var. И weight KT 600. 400 bo'ladi. Keyingisi закругление углов. Keyingisi soya beraylik unga. Chain box. Salpal ahvolim endi shu. Salpal loh. Bo'ladi. Keyingisi ko'proq ayirish kerak. Yani, to'g'ri yo'q qoldi. Chir katta bo'lib ketdi meniki. Nima bo'lishi? Plus-minus bir xil. Tekst jonivor boshqa-ku. Bo'ladi. Bu yog'ini endi soya-poya balobatlar o'ynasa bo'ladi yoki mana misol uchun buni kamaytirsa bo'ladi. Bunaqa padding bilan kamaytirib bo'lmaydi, chunki bunaqa bo'lib qoladi. Margin bilan kamaytirsa bo'ladi.
deyli bo'lsa. Дальше уже o'zinglar fantaziyanglar. Даже polyani ham ozgina xira qilsa bo'ladi bu yerda. Mana shu polyani более mana более qaytarib, keyin уже bilinar bilinmas qilsa bo'ladi. Undakada как бы. Keyin tekstda ham bu yerdachi qarang, nima? Bu yerda rang o'zgaradi-yu. Yo'q, yaxshi ekan alohida ekan. Ichidagi rang o'zgarib ketadimi dedim tekstdagi. Ichidagi rang mana bundan o'zgaradi. Bu yerda более to'qroq rang ekan. более to'qroq rang. Bo'ldi. И sal misol uchun formani orasidagi расстоянияni oshirgan bo'lardim. Bo'ldi. Chuqurlashmasdan. Qornim ochib ovqatlanib keldik. Bo'ldi. Nechi? 5. Endi u yog'ini o'rtoqlab o'zinglar chuqurlashib, maydalashib o'tirib. Biz bu botgani mana bu knopkani button o'zini расстоянияsi bormi? Button o'zini расстоянияsi yo'q ekan. Shunaqa ham bo'lar ekan. Ajoyib. Mana qilsa-chi bu yerda endi jincha narsalar ham xayol kelib qoladi, mayli. Tipografiyani emas, granitsani qilsamda 0 qilsamda hammasini. Misol tepaga qilsa bo'ladi. Ha, yo'q, qiyshayib ketib qoladi unda. Bu tursa. Umiddan turib qilsa-chi bu narsa bo'larmikan? Ha, mana buttonga ID berib turib, men keyin unga anaqa bersam bo'ladi. Uni keyin CSS qilsa bo'ladi. Hozir endi buni qiladigan bo'lsam, chek-chegarasi yo'q bo'lib ketadi videoni. Telefonga ham yozolmayman bitta. Osilib qoladi. Xo'p, mana buni qildik. Cho'tgacha ham. Dальше mana shuni ko'rsataman qanaqa qilishni, и pastdagi bloklarni ko'rsatib o'tirmayman, chunki plus minus bir xil bu yog'i. Buni qo'yishni bilasizlar. Mana bu sложный narsasi yo'q, chunki o'zim tayyor widjeti. Bu ham o'sha standart bo'ladi. Buni qildik, просто rasmni nimalarlashtirib qo'yasizlar. Agar prям вообще tushunmayotgan bo'lsangiz, aytganimdek, bu video sizlarga emas, noldan ko'rishingiz kerak. WordPress Elementor'da qanaqa sayt yaratish. Futurda ham hech qanaqa sложный narsasi yo'q. Bunga ham vaqt ketkazib o'tirmayman. Mana shu blokni men qanaqa qildim hozir. Boshida hozir anaqadan so'rab ko'rdim. Nima edi? Cloud Tools'dan so'rab ko'rdim. Cloud mana как сделать лучше этот блок dedi. Screen tashladim, mana bu blok tashladim. Как лучше сделать этот блок dedi. Menga eng gemorsiz yo'li bu tayyor HTML widget beraman. Ya masalan kod beraman, просто o'sha HTML widgetga qo'yasan. Okey, давай dedim. Men kod berdi. Kod beruvda nima bo'ldi? Men u kodni qo'ydim. Mana qo'yganim bu уже. Normalniy mana ko'rinishda bo'ldi. Bu mana bu qilib bergani 1dan 6gacha, bu mana originali 1dan 6gacha. Plus minus bir xil. Zo'r, okey. Nima bo'ldi? Keyin mobilniyda u jinnicha bo'lib ketdi. O'sha 6ta ham, o'sha 6ta ko'rinishda mobilniyda bo'ldi. Sig'may, men keyin unga aytdim. Sen mobilniyga moslashing kerak deb cloud qilib berganini mobilniysini ko'rsatdim. Zo'r tarafchi, men cloud dizayn yaratasizlar sayt uchun. Mobilniy versiyani ham qilib beryapti. O'sha desktop, laptop, mobilniy versiya, planshet versiya, mana mobilniyda telefonda ochilishini ko'rsatyapman. Keyin men unga screen tashladim. Voy, mobilniyda bunaqa ikkita bo'lib normalniy ko'rinish kerak dedim. Unga tashladim. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lishi, на мобильном вот так должен отображаться dedim. Bo'ldi, muammo yo'q. Men senga stavni mashina zaminit qilib qo'ygin deb kod berdi. Mana просто media qo'shdi. O'sha mobilniyda 76 dan pastida unaqa bo'lgan deb qator kodni qo'shdi. O kodni samasaba HTML tagiga qo'shib qo'ydim. Mana shuni qo'shib qo'ydim. U bergani. Shu bilan mana mobilniyda ham bizda to'g'ri primерно bunday bo'ladi mobilniyda. Mana shunaqa ikkitali ochiladigan bo'ldi. Uchun tekst yog'i tayyor qilib bergan. Mana xohlasam 14, xohlasam 16 qilaman. 14 normal. Сложныйroq bo'lgan bloklarni, misol uchun HTML o'zida o'chirib qo'ya qol. HTML o'zida qo'ysa ham bo'ladi. Bunga Cloud zo'r ishlaydi. Cloud
aynan kod bilan ishlashga saytlarda Cloud ChatGPTdan ham, Gemini'dan ham yaxshi ishlaydi. Qaytaraman, menda hozirgi paytda ham ChatGPTni ham Pro versiyasi turadi, Gemini'ga ham Pro versiyasi turadi. Cloudda уже Pro versiyasi ham kamlik qilib, chunki anaqasi limitlari жесткий uni tez ketib qoladi. Uni men Max versiyasiga o'tgandim. Ko'rganinglardek o'zini oqlayapti. Bo'ldi, pastlarni qilib o'tirmayman. Aytganimdek, pastlarni сложный tarafi yo'q. Bilasizlar, описаниеda ham qoldiraman. Gruppamizda bor. O'sha razработчиклар o'tiramiz u yerda. Novichoklar, shogirdlar hammasi o'tiradi. Savolinglar bo'lsa, o'sha mana shu darslik masalasida savolinglar bo'lsa, mani shaxsiyimga yozmanglar. Mani bezovta qilmanglar, u bilan gruppaga yozinglar. Gruppada o'zim ham borman, o'zim ham javob beraman. Уже agar pulli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shaxsiyga to'liq sразу yozinglar. Mana bunaqa muammo, mana bunaqa qilish kerak, nechi pul bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.